Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Nurova Zamira Annaqulovna, Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali tibbiy biologiya va gistologiya kafedrasining mudiri, dotsent. Hurmatli obunachilar, pashaxo'rda haqida, mazlarimiz haqida biz oldingi ko'rsatuvda gaplashdik. Bugun ko'rsatuvimizda genetik maslahatlarni yo'lga qo'ydik. Genetik maslahatlarni yo'lga qo'yishimizning asosiy sababi bu yana mazdan kelib chiqadi sababi. Hozirgi paytda biz bu mazni suritishda aynan bemorlarni nazorat asosida kuzatganimizda biz shuni guvohi bo'ldik. Ya'ni men genetik sifatida shuni maslahat berardim. O'g'illarimizni, qizlarimizni turmushga uzatishda birinchi navbatda qon qarindoshlikka asoslangan nikohda emas, balki begona nikohda asoslangani ma'qulroq deb bilaman. Sababi, qon qarindoshlikka asoslangan nikohda 6 ta farzand tug'ilgan bo'lsa, 6 ta farzand begona nikohdan tug'ilgan bilan solishtiradigan bo'lsak, qon qarindoshlikka asoslangan nikoh turida 6 ta farzandda aynan biz o'sha terida psoriaz yoki bo'lmasa ba'zilarda vitsiliga, ba'zilarda toshmali, ba'zilarda allergik kasalliklarni kuzatdik. Statistik ma'lumotlarimiz asosida. Begona nikoh turida esa bu narsa o'sha 6 ta farzand bo'ladigan bo'lsa, genetik kelib chiqish tahliliga nisbatan 1% ko'rsatkichda mavjud bo'lganini ko'rdik. Ya'ni 6 ta farzandda bittasi uchrayapti. Shuning uchun men shuni tavsiya berardim. Xohlaymizmi, yo'qmi, biron terimizda toshma toshadigan bo'lsa, biz darrov dermatologga, vrachga boramiz. Dermatolog birinchi navbatda nima deydi? Qon topshiring, analiz topshiring, ko'ramiz, tekshiramiz. Yana bo'lmasa yoki tashqi qanaqadir yoki ichki ekzogen, endogen omillarga taqaydi. Aytaylik, sodadan yoki bo'lmasa oziq-ovqatdan yoki bo'lmasa qizil mevali yoki sitrusli mevalardan kelib chiqayotganligini aytadi. Men genetik maslahat berardim. Birinchi navbatda gen ota avlodda, ona avlodda, bobo avlodda, mama avlodda mavjudmi shu kasallik? Allergik toshma bo'lganmi? Aytaylik, momada uchraydigan allergik kasallik 5 ta 6 ta avlodni tashlab 7-avlodda dominant eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin. 7-avloddagi qiz nevaraga takrorlanishi mumkin. Bu esa albatta biz uni ayta olmaymiz. Tashqi muhitdan, changdan, shamoldan yoki bo'lmasa afg'on shamol yoki bo'lmasa oziq-ovqat yoki noz-ne'matdan yoki bo'lmasa sitrusli mevalardan kelib chiqqan deya olmaymiz. Shuning uchun men genetik sifatida maslahat berardim. Albatta qon qarindoshlikka asoslangan nikohga nisbatan begona nikohlar turlarida ko'proq farzandlarimiz sog'lom tug'iladi. Sog'lom avlodning vujudga kelishi esa sog'lom onalardan tug'iladi. Sog'lom onaning vujudga kelishda esa albatta o'sha ota bobolarimizning genetik kelib chiqishlarini biz albatta tahlil qilishimiz kerak, nazorat qilishimiz kerak va buni bilishimiz kerak. Qarangki, o'sha tashqi muhit faktori deb qon topshirgandan keyin aynan allergik toshmalarni, qanaqadir changlar yoki bo'lmasa oziq-ovqatni chegaralab qo'yamiz. Bu esa organizmda o'sha o'smir paytidagi bolalarga vitamin yetishmaydigan paytda ba'zi ovqatlarni, ba'zi bir vitaminlarni taqiqlab qo'yishimizni o'zi yana gen kasalliklarni, yana toshma kasalliklarni avjiga chiqishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun biz faqatgina qon topshirish bilan chegaralab qolmay, faqatgina tashqi yoki ichki muhit emas, balki genetik tahlil qilishimiz kerak. Gen kelib chiqish nazariyasini ko'proq o'rganib, uni ota-bobolardagi uchrash chastotalarini biz o'rgangan holatda tavsiya berishimiz kerak. Shuning uchun mening maslahatim aytib qolardim xalqimizga yoki bo'lmasa o'sha o'g'illarimizga, qizlarimizga yoki ota-onalarimizga ko'proq farzandimizning sog'ligi sizning qo'lingizda. Chunki ular sog'lom farzandlarni dunyoga keltirish uchun qon qarindoshlikka asoslangan nikoh emas, balki sog'lom zurriyotni vujudga keltiradigan begona nikoh turiga asoslansa yanada ham yaxshiroq bo'lardi. Siz bilan doim muloqotdamiz. Rahmat.